Mart oyida o'zbekistonliklar necha kun dam oladi? Amaldagi qonunchilikka ko'ra, agar bayramlar dam olish kuniga to'g'ri kelsa, u keyingi ish kuniga ko'chirilishi belgilangan. Bu yil 21-mart Navro'z bayrami haftada 5 kun ishlaydiganlar uchun shanba kuniga to'g'ri keladi. Shuningdek, agar Ramazon oyi 19-fevraldan boshlanib 30 kun davom etsa, Ramazon hayiti bayrami ham 21-martga to'g'ri kelishi mumkin. Bu holatda 21-mart shanba dam olish kuni 23-mart dushanbaga ko'chiriladi. Shunda haftada 5 kun ishlaydigan xodimlar ketma-ket 3 kun, 21, 22, 23-mart kunlari dam oladi. Haftada 6 kun ishlaydiganlar esa 2 kun, 21-mart shanba hamda 22-mart yakshanba kunlari dam oladi. Bundan tashqari joriy yilda 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami haftaning yakshanba dam olish kuniga to'g'ri keladi. Bunda ham dam olish kuni ko'chirilishi evaziga haftada 5 kun ishlaydiganlar ketma-ket 3 kun, ya'ni 7, 8, 9-mart kunlari dam oladi. Haftada 6 kun ishlaydigan xodimlar esa 2 kun, 8-mart yakshanba va 9-mart dushanba kunlari dam olishadi. Agar dam olish kunlari bo'yicha o'zgarishlar yuz bersa, Kun.uz bu haqida albatta sizni xabardor qiladi. Bizni kuzatib borishda davom eting.